Burunqi yerlik usuldagi short tuz tonlarini sezilishining qadam bosqichlari va usullari. Ko'rayotganingizdek 1 metr 10 holatda yumaloq chambarni sizib olgandan keyin atrofiga qo'ziq qilib, qo'ziqning atrofiga temir, yaltiroq temir yumaloq holatda o'rnatib olgandan keyin ichiga to'xtamasdan to'p tashlaymiz. 60 san egizlikda to'pini tashlab, chingdab dastlab bo'lgandan keyin mush shakl chiqadi. Chiqqandan keyin buning yana to'piga 20 san holatida to'pini qaytadan qo'yish orqali tonlarni yani yaysimon holatda qilib shakllantiramiz. To'pi qilibni chingdashning usuli qo'limizda alqon orqali ching mushlash, undan keyin kam ortiq yerlarga yemlash, qirish, yani pichoq bilan qirish usuli bilan tonlarni yaysimon, yani halqa holatini shakllantirib, tonlarniki yaysimon, yani yumaloq holatini tartib bo'yicha ish boshlab qilib mağamiz. Ko'rayotganingiz mushu tonur silishning haqiqiy jarayoni. Ko'rayotganingizdek oldin tayyorlangan sayniki sho'r tuzini yumshoq so'qib olgandan keyin har bir tag'arning tuziga bir xalta, ya'ni kichik bir xaltadagi oilalarda ishlatilgan, ya'ni oq tuzni to'kib, undan keyin loy altida sho'r tuzni yug'urib, loy itib, undan keyin biz to'pida etib olgan mushu ko'rayotganlardek yumaloq qilibning atrofiga lay selish mashg'ulotini elib borsak bo'ladi. Lay selishdan avval oldi bilan yana oilalarda ishlatiladigan qo'niqun, ya'ni qo'noq unini mushu biz tayyorlab olgan to'p qilibning atrofiga sepimiz. Buni sepishniki sababi bo'lib qolsa, biz sog'an shu, ya'ni shu bilan to'p qilib degan tutish bo'lib, to'p qilibni olgan jarayonda shuni ajratib chiqishni oldini oladi. Ko'rayotganingizdek shunda etib olgan, chalin namdib olgan sho'r tuzlayni qo'limizda, alqinimizda shundaq yumaloq holatda sho'r tuzni soladigan odamga berib, yumshatib, undan keyin tartib bo'yicha sho'r tuzni shundaq yemlash, ya'ni chaplash holatida sho'r tuzni chaplaymiz to'p qilib. Undan keyin bir qavat sho'r tuzni chaplab bo'lgandan keyin tosh tarafdan, ya'ni yumaloq sim to'ni tatib bekitib olgandan keyin inchik sim bilan muqimlashtirish elib boramiz. Muqimlashtirib bo'lgandan keyin yana uniki sim to'riniki to'pidan yana bir qavat, ya'ni sho'r tuz layini qaytadan beramiz. Endi buni berish jarayonida cho'qim sho'r tuz layi sal yumshoqroq holatda bo'lib, suyuqroq holatda cho'qim sim to'ridan o'tib, ostiki bir qavatdagi sho'r tuzga cho'qim yemlishi berikish kerak. Undan keyin samalliq lay etib, bu samalliq layni, ya'ni biz bergan sho'r tuzniki lay töpsiden, yani bir qator suvaymiz. Buni suvashniki sababi bo'lsa, agarda sho'r tuz tunur etilib ketgan ahvoldimi, ichiga to'p o'tib ketmaydigan, ya'ni etilib ketishning oldini oladigan, issiq saqlaydigan unum bor. Undan keyin biz sig'ib suv bo'lgan keyin atrofini temir qalayda yumaloq holat qilib olgandan keyin ichiga yana shalg'am bilan to'shtiramiz. Amal bu qo'noq shalg'am qilsanglar bo'ladi. Undan keyin to'rt atrofini muqimlashtirib, simda tamom bo'lgandan keyin ichiniki to'p qilibni shundaq teshanda girvak tekizib salmaga asosida elib, undan keyin to'p qilibni yap bo'lgandan keyin ko'ni saman yoki ko'ni qig yakumay qilib qolsa, o'sha ko'ni g'azanglar bilan solamiz. Sep tononi 20 soat silib quritib olgandan keyin yaqishni boshlasak bo'ladi.